Assalamualaikum qadrdan ata-onalar. Görüyotqanlar Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon cheklik shirkati birlashib ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo cheklik shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'chisi programmasi. Men Ablajon Avut Ayub. Men Simrat Abduqodir. Yenimlik bu yoq bo'lsa, programmamizning qutqunchiqi Toshqanchaq. Umaq Toshqanchaq. Qadrli ko'rman do'stlar, aql bag'chisi programmamiz jamiyatimizdagi 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan kichik do'stlar o'zlarining ota-onalari bilan birlikda qatnashadigan bolalar programmasi. Biz programmamizda bolalarning sog'lom o'sib yetilishini asos qilgan. Programmamizda sekin sinash, musobaqa, ko'ngil ichish va oilamkorligi o'zaro birlashgan. Biz programmamizda barliq kichik do'stlarimiz uchun eng yaxshi sovrin hozirlaymiz. To'g'ri, programmamizning ishki omoq farzandlarimiz uchun va ota-onalar uchun har vaqt dag'dam ochiq. Seni qizg'in qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Xo'sh Ablajon, undaqda bugungi sonimizning 4 sahifasini boshlaylikmi? Bo'ldi, programmamizning 1-sahifasi bo'lsa, Biz keldik. Undaqda birinchi bo'lib sahnaga chiqadigan oila bo'lsa, Qizil rang oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Chashtirdan tal-tal o'ynagan chiroyli qilib. Yaxshisiz. Keldinglar, qarshi olamiz. Chiroyli qiz. Bek umoq bu kitibsizmi? Bek chiroyli qiz kelsiz. Umoq qiz, oldin ko'pchilikka bir salmoningizni yo'layting. Assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Biz yaxshi. Ismingiz? Alnigor. Alnigar, undaqda oila a'zolaringizni bizga tanishtirib qo'ying. Bu yoq mening opam Gulzor. Bu yoq bo'lsa, Bu yoq bo'lsa mening Ahmadjon dadam. dadingiz Ahmadjon bo'ldi. Yaxshi, xush keldinglar, qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Undaqda bugun bek chiroyli qo'nchoqdek yosini olibsiz. Qanday san'at murakkab edingiz? Naqshitma. Naqshni o'zingiz yo'qsiz aytamsiz yoki? O'zim yolg'iz. Bo'ldi. Undaqda sahna sizga qoldi. Birlikda o'zirmaylik. Marhamat. Marhamat. Maqtumslarning 40 o'rimchichi bor. Yaxshi. Nayti, tafsili tayyorlab qilibsiz, ama chashni o'rmak bakdas bak uzunroq ketadi, ancha og'riydi o'tqa, ha? Qachon mashina tayyorlab qildingiz? Qachon mashina tayyorlab qildingiz? Yemaysiz, ha?
Ak günü. Oy, ya. Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi chiroyli qiz. Chiroyli ketib berdingiz. Undaqda keyingi saytlarga tegimiz zo'r utuqlar tilaymiz. Xayrat qilan bo'lamdi? Qani, marhamat. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, endi bizning saytimizga chiqadigan oila bo'lsa, Seriqroq oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Qarshimiz davrlar. Chiroyli yigit, qarshi olamiz. Oldi bilan ko'pchilikka bir salmoq yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Tug'luq. Bu yil 6,5 kirdim. 6,5 yoshga kirdingiz, Tug'luq. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tanishtirib qo'ying. Bu yoq mening dadamning ismi Abduriyim. Bu yoq mening opamning ismi Aynur. Oy Nurjon, Yaxshi. aqlli yigit. Umoqchigit, undaqda qanday san'at umri tayyorladingiz? Men sizlarga buvam Lutfulla Mutallib yozgan yillarga degan javobni olib keldim. Yaxshi, yaraydi yigit. Undaqda Bo'pti, undaq bo'lsa, butun diqqatimiz bilan yillarga degan javob emas, yillarga javob degan she'ringizga diqqat qilaylik. Marhamat. marhamat. She'r yillarga javob. Vaqt oldirangu saqlab turmaydi. Yillar shu vaqtning eng cho'ng yo'rg'isi. Atqan tanglar, oqqan suvlar qaytlanmaydi. Yo'rg'i yillar umrning yomon o'g'risi. O'g'illabdan qochadi arqaga yanmay, bir-birini qo'g'lishib, yo'rg'ilishib. Yoshlik beg'ilda bulbullar qanot qaqmay, yupunmoqlar qo'yiladi pullishib. Yoshlik odamning zilva bir chig'i, tulma qisqa uning umri biroq yetilsa kalendarning bir varaqi. Yoshlik guldan to'kildi bir yupilmoq. Lekin yillarni tillash to'g'ri kelmaydi. Mayli o'taversin o'zining yo'li. Odamlarmu vaqtni qo'ldan bermaydi. Cho'llarni bo'ston qilgan odamlar quli. Yaraydi yigit. Degan aqlli Tug'luq. Bu she'rni sizga kim yutib qo'ydi? Opam bilan dadam. Opingiz Bak, bilan dadingiz yaxshi. bilan qo'ltizga juma sizga mushta bir yaxshi she'rni yutib qo'yganki, mush she'rni siz mushta yaxshi yodlab berganki, siz uladimi qo'ltizgansiz shundami? Yana Yaxshi, bir yaraydi yigit. O'zim vaqtni chang tutib, o'zim vaqtda uyg'onib olgan. Ha, Yaxshi, yaraydi. Siz deganda asliya o'z vaqtida chang tutib uyg'onib olganki, shundami? Ha, Yaraydi, hamsa Tug'luq. opingiz dadingizni ortiqcha maqtab qo'yibman-da. Ya. Ya, quloqqa qaqaldi shundami? Ha. Eng oxirida sahrimizga taklif qilganimiz Ko'k Giran oilasiga mahirlar. Marhamat. Marhamat. Sizga qarshi olamiz. Yalvalar. Yaxshimisizlar? Qani, Marhamat. o'tirib kelgan chiroyli qiz. Chiroyli qiz qarshi olamiz. Oldin ko'pchilikka bir salmoq yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ismingiz? Mening ismim Gulnigar. Gulnigar. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tanishtirib qo'yamsiz, Gulnigar? Bu yoq mening opam Guljanat bo'ldi. Bu yoqchi? Bu yoq mening dadam bo'ldi Xilmat. Dadingiz Xolmurod shunda. Xolmat. Dadingiz Xolmat Xolmat shundaqmi? efendim. Yaxshi, sizlarni qarshi olamiz. Undaqda yoshga- Gulnigar necha yoshga kirdingiz? 4 yoshga. 4 yoshga kirdingiz. Gulnigar, undaqda bugun bizning aql baxsi programmamizga qanday nomer olib keldingiz? Chimrillaydi yulduzlarni. Degan naqshi nima? Undaqda men bilan birlikda anglab boqaylar. Naqshni siz yaxshi aytamsiz yoki ablajon akangiz yaxshi aytamdi? Bu she'r anglab boqamdik. Men aytaman. Ha, siz yaxshi aytasiz. Chimrillaydi yulduzlar, ko'z qishishib o'zicha. Ular tinning zinnati bu vilaning sizicha. Gap qirsang
Bulutların kışığa mihman bulup baramdım. Sana baksam ularının sanırının çiki yok. Adaş bulay desem ben kırksido gibi yok. Adaş bulay desem ben kırksido gibi yok. Rahmat. Batmaz senіңізді опыңыз дадыңыз сізге чоң кішік ұлтыз болып ұсойдан ойнышпай дейінші болып. Saxta məndə yaxşı idi ekansiz. Usulçularınız bu qara. Mənim usulçularım bək yaxşı oynaydı ekan. Bək yaxşı oynaydı. Apağızdan dadınız mənə verərsiz, mən bilən bizə usul oynasın. Evet. Ablacağınız şagirdləriniz sizə versin, sizlər bilə soyunsun, hə? Hə, maşda adlı bir tanqımmətdə bal olmuşdur şolda. Şundan yaxşı oldu. Ondaq degil Nigar, səl durub, teximi yaxşı təyirliqlər bilə olduruşunuzға tiləkdaşımız bulamdı. Qani, mərhəmət. Biləyiməz, mərhəmət. Bizning birinchi sayfimiz biz keldik sayfimizda mana biz barliq mahillarimizni sahlimizga chiroyli taklif qilib oldik. Bunda bo'lsa, bu sayfimizda kimning ifodasi eng yaxshi bo'ldi ekan? Qani marhamat. Biz keldik sayfimizda Seriq rang ailesi 5 yıldızga erişdi. Kök rang ailesi 3 yıldızga erişdi. Qizil rang ailesi 3 yıldızga erişdi. Bu səhifəmizdə barlıq kiçik dostlarının ifadəsi bir-birisindən şundan yaxşı oldu. Barlıq kiçik dostlarımız bir-birisindən qaldısa, biz əlbəttə bu dostlarımızın içində ifadəsi fəvqəladə yaxşı bolğan dostumuzu mübarəkləyimiz. O bolsunmu Seriq rang ailəsidir. Mərhəmət. Mübarək olsun. Mübarək olsun, to'liq siz bizga shu she'rni, ya'ni yillarga javob degan she'rni shunday yaxshi deklamasiya qilib berdingiz. Shunlashqa biz sizga sovg'at berish fursatini sizga berdik. Bundaqda bizning sovg'at rayonimizning o'zingiz yoqtirgan sovg'atni bir talab etgan. Belga vaqt 10 sekund. Başlandi. Marhamat. 10 9 8 Yaxshi, yaraydi to'liq. To'liqning achiqqan sovuqi bo'lsa, Şinjan Vallay Xalqarалық Soğuçak şirketi təminləyən Vallay İnjiner Qol Generatorluq tok tizimləri mübarək olsun jigit. Qani, mərhəmət. Marhamat. Əlbəttə bizdəki kök rang ailesi və şundaqla qızıl rang ailesi kimi fürsətlər keyik sahiblərdə qeyrət qılanlar bilamdı. Ekran aldakı qadirli görmən dostlar, bizning növbətki səhifimiz bolsa, Chivarqo səhifəsi. Səhifəmizə Örümçi Sabah Yıldızı Ballar Bağçasının oxutucusu Mehriban müəllim təklif qıldıq. Xoş gəldiniz Mehriban müəllim. Xoş Mehriban müəllim. Bundaqda bugün bizə nə yasaşını götürüb qoyasınız? Bugün dost ballar bilan birga kichik qiyiq yasashligini. Qiyiq yasaymiz buldu. Dost bunun ketadigan material faqat bir talla, ya'ni rangli qog'oz. Undaqsa boshlab ketaylik. Oldi bilan qog'ozni qo'lingizda tutib turib, o'tirdan qatlanglar. Cho'qim tekshir bo'lishi kerak. Yana bir qatim o'tirdan qatlaymiz. Yo'q, bundaq sıra. Qaşın. Yaxshi, endi mana qarang. Kichik bo'ldi. Endi qasay ekanmiz. Andan keyin buni ichib, mavu eg'izi ichilmaydigan tarafni ichiga qartab, ushbu shaklda qatlab olamiz. Yana bir tarafini ichiga qartab, ushbu shaklda qatlab olamiz. Mana qo'shib qolsam. Hozir miyada ikki tarafi ishib qoldi-ku. Mushini birsini ichiga, yana birsini teshiga qatlaymiz. Paraxodning shakli chiqib qoldi ya. Birsini atrofga. Mani matrabga qilib qatlaymiz. O'zining shaklda qilib. Qarang, naqlsiz. O'zim to'g'ri, ashni qilib atrofni yoq qo'yaman.
Yana birisi mayak başlaydı. Ha, to'g'ri. Qattiqroq Başlaydı. Cemiz başlaydı. Mayak başla qilaylik. Yaxshi. Chiroyli xiyoslarni mantirib chiqarib olishdi. Endi ya, buni ossangiz, bunday shakl chiqdi bu. Buni ichib, endi O'tirdan qatlaytirgan bizda. qatlaversak, bir shakl chiqdi. Yana ichar. Va ichar. Chiqdimi? Ha, bo'ldi. Suchu, Ichib, ochgandan keyin naqsa qatlaytirgan. kamera qatlasangiz chiroyli. Ha, endi to'g'ri bo'ldi. Ana ichki tarafni qatlaysiz. Undan keyin Voy sizni yaslangiz. qatlab, Ha, mana. bundoq ichar. Ichib qilsangiz biznikidek bo'ldi. Bo'ldimi? Endi chiqib turgan ichki tarafini yana sirtiga qilib, yana bir qatam qatlaymiz. Ichki tarafni qatlaytimsa, qatlasanglar, qiri bilan qatlaysiz. Ha, bundoq qatlasangiz, keyin qatlang. Ha, asta qatlang. Nim chiqdi? Ushbu shakl chiqdimi? Endi buni ochimiz, ichib, qaranglar, qo'linglarni mana shu tarafga tiqib, Qachaqa qachaqa. qilasanglar. Men bizni yasmoqchi bo'lgan Endi mana ochilganmiz qarang. qiyinimiz chiqdi. Endi qarang, mana shu tarafini naqsa tutgan. Shu tarafini naqsa ichar. Undan keyin mana O'shanda tutib chiqdi. Rosa kichik bekimizni yasab bo'ldik. Uyimiz bor vaqtida kichik yog'och bilan bir tal bayroq yasab qo'ysak texib chiroyli bo'ldi. Nayda chiroyli bo'lgan bir kichik kiyimini yasab chiqdik. Kichik do'stlarimizning ishbasi bir-birsidan yaxshi bo'ldi ya. Ishimizga ekran oldiga kichik do'stlarimiz bu xil kiyim yasashni o'rganib oldi. Bizga o'sha chiroyli kiyim yasashni o'rgatib qo'ygan mehribon muallimga rahmat. Rahmat muallim, chopon chekdingiz. Rahmat. Hozir onlar bo'layotgan Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan huquqiy madaniyat tarqitish cheklik bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon cheklik shirkati birlikda ishlagan Şinjan aziz xalqaro savdo cheklik shirkati xos qo'llagan aziz bovoq aql bag'ishchi programmasi. Qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sahifamiz bo'lsa, Basli Shayri sahifasi. Bu sahifamizda 3 kichik do'stimiz o'zaro musobaqa tushdi. Musobaqamizning shakli bo'lsa, bu kichik xalqning ichiga nurg'unlagan ushaq marjon qachlangan va shunaqla uning boshqa yana bir tal jipmi bor. Qaysi kichik do'stimiz mushu xalqning ichidagi marjonni shu jipga berilgan vaqt 2 minut ichida ancha o'tkaza olsa, shu do'stimiz yenggan bo'ldi. Shu do'stimizga sovg'at bor. Bundaqda Ablajakonlarning komandasiga diqqat qilinglar. Diqqat kichik do'stlar. Vaqt boshlandi degan javob 2 1 boshlandi. Qani qaysi do'stimizning natijasi eng yaxshi bo'ldiki? Vaqtni cho'chitinglar, tez. Ha. Mavjud o'tkazing, mavjud. Ha. Mavjud o'tkazilmaydi. Yaxshi, Alnigar 3-marjonga kelib bo'ldi ya. Tez bo'ling, Alnigar. Yaxshi. Ha, 2-marjon. Bo'ldi, 2-sini o'tkazing, bo'ldi, turaverdi u ashada. Ko'kran oilasiga mahir g'ayrat qiling. Alnigar g'ayrat qiling. Yaxshi. Ha, yana. Yaxshi. 1 minut vaqtingiz to'shdi. Maylanish bas shunday yaxshi bo'ldi-da. Alnigar g'ayrat qiling. Tez. Ha, bo'ldi. U ostiga o'zi tushib turdi, 2-marjon e'longandi. Bo'ldi, 2-marjon e'lon ostiga o'zi tushib turdi. Ha. Bo'ldi, 2-sini e'lon, 2-sini. Bo'ldi, 2-sini e'lon, ostiga tushishni saqlama. Vaqt chirasdan ha? 20 minut vaqtingiz qoldi ya.
30 sekund qoldi, g'ayrat G'ayrat, qilinglar. g'ayrat, g'ayrat, g'ayrat. G'ayrat qiling, g'ayrat qiling. Yaxshi. Ha, Kingston. Qara o'zimizning tushirdi. Ha, iloh. Yaxshi. Ha, 10 sekund vaqtinglar qoldi. 10, 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Bo'ldi, endi hozir og'izga yetamiz. Vaqt o'tdi. Aklamamda. Bizningki ko'k rang oilasidan Gulnigarning o'tkazgan marjon soni bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tal marjon o'tkazibdi. Bizningki qizil rang gruppasidan Elnigarning o'tkazgan marjon soni bo'lsa xiljixkana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tal marjon o'tkazibdi. Undaqda umoqshiga to'liq bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To'liqniki 18ga muborak bo'lsin. Bəslişəyli səhifimizdə Seriq rang ailesi 5 yıldızğa erişdi. Qızıl rang ailesi 4 yıldızğa erişdi. Kök rang ailesi 3 yıldızğa erişdi. Undaqda bizniki bu sahifimizdə to'g'liq tutib chiqdi. Qiling, marhamat. Bu majallarni sizlarga taqdim etaylik. Qaytgandan keyin. Mushu xaltada bilan baraqlab beraylar ichidan. Ha, xalta bilan. Chiroyli majallarni yasab apanglarga taqdim etanglar bilamdi. Ha. Xo'sh, muborak bo'lsin to'g'liq. Sizga o'xshashlar yana mukofot buyurma elish kursini beramiz. Bizniki mukofot rayonimizdan o'zingiz yaxshi ko'rgan sovg'a deb kelsangiz bo'ldi. Qani marhamat. Marhamat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yaxshi. Ekran mikrofonni. To'g'liq, biz sizning o'g'il bola deb o'ylasak, siz qo'nchoqda bir narkeldingiz-ku. Hukumlanmoqchi. Ha, uyda so'g'ingiz makanda. To'g'liq nimda kiyimcha, nimda vafoda. O'zingiz so'g'ini sovg'a tekishni unutib qolmabsiz-a. O'zingiz bir sovg'a tilib, so'ngingizga bir naktisiz. Bek suyundiqchimi olmaq sizdan? Yaxshi, mana undaqda bu lay shirkati ta'minlagan Atlas malikini ufqingizga opiring, ufqingizga Ablajon akangiz va mendan salom ayting bo'lamdi. Yaxshi aql yigit qani. Marhamat. Qadrli ko'rman do'stlar, ekranotdagi kichik do'stlar, navbatdagi sahifamiz bo'lsa, kim aqlli sahifasi. Ishimizga mushu kim aqlli sahifasi orqali ekran oldidagi nurg'ulg'an kichik do'stlarimiz nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldi. Shundaqku? To'g'ri. Undaqda eng oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, Ko'k rang oilasidan Gulnigar marhamat. marhamat. Gulnigar, undaqda savolingizga diqqat qiling. Sizning birinchi savolingiz. O'tkazsa qaysi telefon nomeriga telefon qilamiz? A javob 110 ga. B javob 119 ga. C javob 120 ga. O'tkazsa qaysi nomeriga telefon qilamiz? A 110 ga telefon qilamdik, 119 mi yoki 120 mi? 119 demakchi. 119 mi? Ha, 119 bo'lsa javobimiz to'g'ri. Yaxshi. Ketgan chaqda 119 ga telefon qilamiz. Agar saqchiga telefon ma'lum qilmoqchi bo'lsak, 110 ga telefon qilamiz. Doktorxonaga kasal olmoqchi bo'lsak, 120 ga telefon qilamiz. Tushundingizmi? Yaxshi, aqlli qizchaq. Ikkinchi savolingiz rasmga qarab javob bergan savolga qani, rasmga marhamat. Gulnigar diqqat qiling. Oldingizga bu rasmda 2 dona pingvin bor. 2 pingvinning 3 yerida o'xshamaslik bor. Bizga ham o'xshamasliklarni tepib bera bo'ladi. Qani yaxshi kuzatib javob bering. Marhamat. Mikrofonni yaqin tutganman. Mavi ikkisi qaynabdi. Qara o'ynabdi. Qayeri o'xshamaydi ekan? Mau pingvin bilan mau pingvinning nari o'xshamaydi ekan. Yaxshi qarab javob bering, ha? Pingvinning o'zi o'xshaydigan, undaqda pingvinning qaysi narsasi bir-biriga o'xshamaydi ekan? Bu nima? Bu ko'kra. Ha, buni putuq kiyvog'ini
Çöprem. Yeşilrang ekan sizda. Tamam. Yeşilrang Ha, to'g'ri. yeşil rang. Bunaqda putuga kiyib olgan, buni biz odatda nima deb ataymiz? Uni qotilish deymiz. Qor tiyilish oyiqi, ya'ni konki oyiqi shundaqmi? To'g'ri. Bunaqda sizning demoqchi bo'lganingiz ikkisining oyiqining rangi o'xshamaydigan shundaqmi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Yana bir o'xshamaydigan yeri qayer? Yaxshi kuzda ishkasida. Mening guli Yaxshi. borgan. So'qishmaydi, birisining guli bor, birisining guli yo'q. To'g'ri javob berdingiz. Muborak bo'lsin. Yana birisi qayer? Yaxshi qarang, O'sha ha. butun rasmni ko'zdan, ha? Butun rasm. Nari o'xshamaydi ekan? Uning ilqi Hozir oyig'ini deb bo'ldik, do'ppisini deb bo'ldik. Endi boshqa yerga qarab boqaylik. qovib daraxtga qo'yibdi. Ha. Demakchi, ikki daraxt O'xshamaydi ekan demakchi. o'xshamaydi. Shundami? Qayerga o'xshamaydi ekan? Menga qo'yamabdi, menga qo'yibdi. Ha, mononda usti bilan ustida qor bor ekan, jiq qor bor ekan, maniga ustida oz qor bor ekan, shundaqmi? Javob berdingiz? Qani, Yaxshi. marhamat. Undaqda 3-savolingizga diqqat qiling Gulnigar. Uyg'urlarning chalg'u asboblaridan 3 ni deb bering. Agar bunga javob beramiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi, o'zingiz javob bera olamsiz. Chalg'u asboblarni bilmamsiz? Undaqda ota-onangizdan yordam so'rab ketamsiz. 3 ni deb so'rab Vaqtimiz beraman. 10 sekund 10 sekund vaqtni chiq tutinglar. 10, 9, 8, 7, 6. Vaqtni chiq tutinglar. 5. Javob tutda. Yana birsi jami 3 ti. Ravab, tutta, yana birsi-chu. Ha, ravab, tutta, dab. Shundaqmi? Uyg'urlarning chalg'u asbobidan 3 ni deb berdingiz. Ravab, tutta, dab. Javob to'g'ri muborak bo'lsin. Marhamat. Xo'sh, endi sahnimizga chiqadigan bo'lsa, qizil rang gruppasidan Alnigar, sahnimizga marhamat. Yaxshi, Alnigar, undaqda sizga o'xshasha 3 savol deymiz. Savolingizga diqqat qiling. Savol: Pingvin qanday joyda yashaydi? A. Issiq joyda. B. Sovuq joyda. C. O'tidil joyda. Qaysi javob to'g'ri? Pingvin Yaxshi ana. Qish. Pingvin qish qandaq? Qish issiqmi, sovuqmi? Sovuq. Demak, pingvin Anisa? qanday yerda yashaydi ekan? Sovuq yerda. Ha, demak, qaysi javob to'g'ri? A javobmi? B javob. B javob, sovuq yerda yashaydi, shundaqmi? Yaxshi. Alnigar, undaqda ishga savolingizga diqqat qiling. Bu rasmda nurg'ulg'an qatnash quroli turdi, shundaqmi? Undaqda bizga birdan-birdan deb bering. Bu nima? Avtobus. Bu-chu? Mashina. Mashina ya'ni kichik Pikap. pikap. Bu-chu? Tikchar. Yaxshi, bu-chu? Keyinda jiq yuk bor ekan. Yuk mashinasi. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Vaqt Alnigar, mushlarning ichida siz bizga o'xshamaydigan turdagi qatnash qurolini deb bering. Qaysi o'xshamaydigan turdagi qatnash quroli? Yaxshi kuzda, oldirmay. Qaysi o'xshamaydi ekan mushlarning ishida? Topamdingizmi Alnigar? Tamam ha. Sizga eng qarab oxir yo'qmi, 5 ha? minut vaqt beraylik ha. Ha, qaysi o'xshamaydi ekan? 5. Qaysi o'xshamaydigan turdagi qatnash quroli? O'xshamaydigan turdagi. Qaysi bir tur, qaysi bir tur? Ya'ni bir-biriga o'xshamaydigan demakchi. Masalan, qarang, qaysining chaqi bor ekan, qaysining qanoti bor ekan? Mana chaqoga, mana qantoy. Ha, demak, faqat birisining qanoti bor ekan, unda o'xshamaydigani qaysiga?
Xudo bu qoldi Elnigar. Afsus, Faqat tikucharning afsus. qanoti bor. Demak, tikuchar o'xshamaydigan bir tur, qolgan uchisi o'xshaydigan bir tur. Endi bilib oldingizmi? Qolganlari mashina turiga kirdi. Bu bo'lsa aeroplan. Tushunib oldingizmi? Yaxshi. Endi keyingi savolingizga diqqat qiling, ha? Hech qisi yo'q. Endi keyingi 3-savolni cho'qim yaxshi javob berib bo'ladi. 3-savol. Pishmagan urukni nima deb ataymiz? Pishmagan urukni nima deb ataymiz? Agar javobini faqat topolmasangiz, ota-onangizga yordam so'rasangiz bo'ldi. Qani bering. 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6. Xura. Ha, to'g'ri, yaxshi. bo'ra. Xo'sh, Alnigar, sizning 3 javobingiz tugadi. Undaqda keyingi bosqichlarda xayrat qiling bo'lamdi? Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, endi sahnimizga chiqilgan do'stimiz bo'lsa, Seriq rang guruhidan Tug'luq. Tug'luq, savolingizga diqqat qiling, mikrofonni tuting. Ha. Birinchi savol. Suv qancha gradusdan boshlab muzga aylanishga boshlaydi? A javob 0 gradus, B javob 10 gradus, C javob 20 gradus. Qaysi javob to'g'ri? 0. 0 gradus. Javobingiz to'g'ri. Undaqda ikkinchi savolingizga diqqat qiling, rasm qarab javob beradigan savol. Ha. Savol. Daryoda bir hayvon suv uzatadi. Siz uning qaysi hayvon ekanligini aytib bering. Bu qaysi hayvon? Kit. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. Qani, uchinchi savolingizga diqqat qiling, hamda marhamat. Yaraydi, Tug'luq. Undaqda uchinchi savolingiz. Quruqlikda yashaydigan eng egiz hayvon qaysi hayvon? Pil. Jazmlashtirasiz. Jazmlashtirasiz yoki ota-onangizga yordam so'ramsiz? So'ra boqay. Ha, ma'qul so'rab bering. 10, 9, 8. Zirafa. Ha, to'g'ri bo'ldi. Zirafa quruqlikdagi eng egiz hayvon bo'lsa, zirafa. Muborak bo'lsin, Tug'luq, bizning 3-chi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Bizniki qizil rang guruhidan Alnigar 2 savolga to'g'ri javob berdi. Bizniki ko'k rang guruhidan Gulnigar bo'lsa, garchi 4 yosh turib 6 yoshlik hadisi va aksi bilan musobaqaga tushgan bo'lsa-mu, savolning hammasiga to'g'ri javob berdi. Undaqda biz mushu Gulnigar 4 yosh turib aksi va hadis bilan birlikda musobaqaga tushgan mushu jasorati uchun bu sayfda biz sovg'atni Gulnigarga beraylik bo'lamdi. Qani, marhamat. Undaqda sahnimizda sovg'at rayoni bor. O'zingiz yoqtirgan sovg'atni 10 sekund ichida tanlab chiqing. Rahmat. 10, 9, 8, 7, muyaqa 6. Yaxshi, yaraydi. Gulnigar bo'lsa, o'zi o'xshash chiroyli Atlas malikini tanlabdi, ya'ni Valay shirkati ta'minlagan Atlas malika. Muborak bo'lsin. Qani, marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar to'yanda o'ziringlar bo'ldig'ida kichik cholpon sahifasi. Kichik cholpon sayfimizga do'stlarimiz qandaq esil san'at umrlari yetib kelganda birlikda o'zimlaylik. Qani, marhamat. Yasar kerer oyuncuk, qafasda dur
televiziya stansiyasi bilan Şinjan Huyu Medyat Tarqi Çek şirkati shundaqla Şinjan İzgil Kino televiziya e'lon çek şirkati birlashib ishlagan Şinjan Aziz xalqaro suv çek şirkati xas qo'llagan Aziz Buvoq aql baxsi programmasi. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, andiki sayfimiz bo'lsa Billa o'ynayli sayfisi. Sayfimizga bir oylik ishtirok birlikda qatnashdi, ya'ni bizniki mayrimiz otasi bilan birlikda qatnashdi. Bu sayfimizda kichik do'stimiz sahnamizdagi o'ng tarafida turdi. Apsi bilan dadasi sahnamizdagi so'l tarafida, ya'ni shu ko'lchakning ichidagi to'plarning ida turdi. Shundaqla bu chambarni apsi bilan dadasi birlikda tutdi. Mana mush holatda tutib, yana bir qo'lida to'pni qanqitdi. Qanqitib mengib o'zining balasining beshiga bu chambarni kaygizdi. Berilgan vaqt 2 minut. 2 minutning ichida qaysi guruhdagi mayrlar chambarni aniq balasining beshiga kaydira olsa, shu do'stimiz yenggan bo'ladi. Undaqda eng oldi bilan Ko'kram ailasidan marhamat. 3 2 1 boshlaymiz. To'pni qanqitmanglar. Ha. Yaxshi. Yaxshi. Ha, to'pni yana qanqitib yandirib kelinglar. Yaraydi. Ha. Yaxshi. Qanqitishni tutmang. Ha, voy voy. Ha. Yaraydi. Voy voy voy. Voy voy voy. Bir qo'lingizda, bir qo'lingizda. Ha, yana. Voy. Voy, opsiz to'pni chiqqan bir to'pni yana chaqan bo'ling. Ha, itib qanqitib. Yaxshi. Voy. Bolalarni yig'atib qo'yishadi. Ha. Qanqitib. Yaxshi yaraydi. Yaxshi, tez. 1 minut vaqtingiz o'tdi. Xush ketgan ekan. Ha. Yaxshi yaraydi. Ha. Tez. Voy. Uzilib ketdi, qaytib. Uzilib ketdi, qaytib. Mendan maqsad qaytidin. Uzilsanglar bo'lmaydi. Vaqtingiz qoldi. Yaxshi. Yo'q, 20 minut ekan. Ha, 20 minut. G'ayrat qilinglar. Ha? Voy. Qaytadan boshqa bino bo'lsa, ha? Yaxshi. 20 minut vaqtingiz, 20 sekund vaqtingiz qoldi. 20 sekund. Voy. Obbolasini pishirdi ham. Do'kar yo'q, mashqasini bir xiyol O'shara o'ynadi. tashlanlar besh harakatda, ha, Gulnigarning. Obsasi Sen shunday 10 sekund vaqtingiz qoldi. 10 sekund bir tashlab olacak. 4 3 2 1 start. Vaqt o'tdi. U aniq hisob emas. Aniq harakatini beringlar bizga. Ha, u Gulnigar opashda sho'ja bo'zaq ketdi-ku sizni. Chiqing. Gulnigar xush bo'ldingizmi? Yaxshi. Opamdan ham xush bo'ldim. Undaqda Ko'kram oilasininki chambar soni bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tal muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qadrli ko'rman do'stlar, endi sahnamizga chiqadigan mayrlar bo'lsa, Qizil rang oilasi, marhamat. Aligar bu g'ayrat qildi. Aligar odamsi, Aligarning so'g'atqi erishmasga istak bog'liq bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa, bu navbat Alnigarning yaxshi natija ilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hammadan shundaq. Unda bo'lsa, mening komandamga diqqat qilinglar. 3 2 1 boshlandi. G'ayrat qilinglar, yaxshi. Ha, voy, dadasi, to'pni qo'qitmadingizmi? Ha. Bir qo'lingizda, ha? Ha. Qaqtib. Aldirmay, tamtirmanglar, tamtirsanglar chiqlamaysizlar. Ha, yaxshi, qaytkiringlar. Ha. Voy. Ha. G'ayrat. Yaxshi. Minut vaqtini to'shdi. Ha, g'ayrat qiling. Voy, dadasi baxushal o'ynayapsiz lekin. Ha, voy. Uzattinglar, uni uzatsanlar bo'lmaydi, qaytib kelinglar, qayta.
tutinglar. Ha, yaxshi, tez qaytib kiringlar. Yaxshi. Ha, Yana 1 minut vaqtinglar bor. yaxshi. Ha, tez. Ha, yaraydi. Ha. Yaxshi. Ha, bexatar ekanlar, diqqat qilinglar. Ha, shortish ketdi. Ha. Ha, yaxshi. Tez. Ha. Oy, shunday dodisi uzatmang, ha. Qaytadan ha, kelinglar, tez chaqin. G'ayrat qilinglar, asqar. Ha, boshdan. 20 sekund vaqtinglar qoldi, vaqtcha tutinglar. Tez. Qaytib kelinglar, tez chaqin. Dodisi boshqa sharasingiz bo'ldi, mendan chaqin ishdik. 15 sekund vaqtinglar bor. Uzib qolmanglar. 15 sekund. Ha, tez qaytib kelinglar, chaqin. 5 sekund bo'ldi, bilmaymiz. 4, 3, 2, Yaxshi. Yaxshi. Ha, shunda qo'shib o'ynab oldi lekin ular. Buyoqqa kelinglar. Undaqda Alnigarniki chambar soni qarab boqaylik. 2, 4, 6, 8, 10, 11 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi saytimizga Serixrang oilasini taklif qilamiz. Marhamat. 3, 2, 1. Boshlandi. Boshlandi. Yaxshi. Ha, Yaxshi. tez qaytib kelinglar. Yaraydi. Yaxshi. Ha. Sizlar shunday yenik o'ynayapsizlar lekin. 3 so'rab beran to'liqa. Apsi top. Qalqdi. topni. Sizlarning 1 minut vaqtinglar bo'laydi qoldi. Yaxshi. Ha, g'ayrat qilinglar. Ha. Yana 1 minut vaqtinglar bor. To'pni qalqtinglar, to'pni qalqitib. Serixrang oilasi herhalde to'liqning bexatar uchun xili ko'p tirishyapti-da. Ha. O'zi qalb boshiganlar. Qaysiga diqqat qilaylik o'yinimizdan. Yaxshi, g'ayrat qilinglar, az qoldi. Voy. Ha, 20 minut vaqtinglar qoldi, g'ayrat. 30 sekund g'ayrat qilinglar. Ha. Qanqitishni qamanglar, qanqitinglar. Yaxshi. 10 sekund vaqtinglar qoldi. G'ayrat. Ha. 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Ha, to'liq. Yaxshi, sizlarniki sanab boqaylik, ha. Serixrang oilasiniki chambar soni bo'lsa 2, 4, 6, 8, 10, 12 muborak bo'lsin. Muborak Marhamat. bo'lsin. Qadrli ko'rman do'stlar, bizniki birga o'ynaylik saytimiz bu yerda oxirlashdi. Bu saytimizda ko'k rang oyliklar bo'lsa 9 dona chambarni kirgizadi. Qizil rang oilasi 11 dona chambarni kirgizadi. Seriq rang oilasi bo'lsa 12 dona chambarni kirgizadi. Lekin seriq rang oilasininki oxirida bo'libmi opsida azroq qoidaga xiloflik qilish ahvollari yuz berdi. Bo'libmi to'pni qo'lida qanqitmay asosiyatdan ko'p ballada tutib oldi. Shunlashqa biz bu saytida natijani qizil rang oilasiga beramiz. Qani anigan saytimizga marhamat. Marhamat. Yaxshi yaraydi Alnigar. Otanız siz uchun ko'p tirishdi jumu. Undaqda bizniki so'g'at rayonimizga kirib, o'zingiz yoqtirgan so'g'atni achchiqlang. Bergan vaqt 10 sekund vaqt ichida tuting. 9, 8, 7, 6,
5 yaxshi yaxshi. yaraydi. Alnigarning olgan so'g'di bo'lsa, Xinjiang Intel kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usuli muborak bo'lsin. Qani, marhamat. O'rinchoqda o'yinlar Billa o'ynaylik sayfimizda Qizil rang oilasi 5 yulduzga erishdi. Seriq rang oilasi 4 yulduzga erishdi. Ko'k rang oilasi 3 yulduzga erishdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar tuan o'zinglarda bo'ldig'ini haftada bir hikmat. Haftada bir hikmat sayfimizga qanday esil mazmunlar o'rnashtirilgan qani kichik to'sa bilan birlikda ko'rib boqaylik. Ekranga marhamat. Rahmat. Tuz to'shaydigan eshak. Burunqi zamonda bir savdogarning bir eshigi bor ekan. Uning savdosi kundan-kunga rivoj topqachqa, uning eshigi atidan kashkichi to'xtamay mal to'shaydi ekan. Eshak doim ho'runlik qilib aram elib olmoqchi bo'lganda, egisi uni to'xtamay tez mengishga oldirdi ekan. Men nima degan jafokash? Bir kuni eshak daryodan o'tadigan chaqda ehtiyotsizlikdan tiyilib suvga tushib ketibdi. Eshak qo'rqqanidan tipirlab o'rnidan dast turibdi. Shu chaqda uning o'shnasidagi tuzmu asta-asta erib daryo suyida eqishga boshlabdi. Eshak o'shnasidagi yukning yeniklab qolganligini his qilib, nihoyatda xushal bo'lib ketibdi. Bu qitim ig'ir yukdan qutulishning amalini oxiri topdim. Ikkinchi kuni savdogar yana eshakka tuz qachalangan tag'arni ortib, yo'lga selib qo'yibdi. Daryoning o'ttirsig'i kelganda eshak yana qasdan kelib yiqilib tushibdi. U o'rnidan turganda o'shnasidagi tuzning yerimi yana suvda erib ketibdi. Shunday qilib eshak uyga yana nihoyatda yengil qaytibdi. Bu ish 3-chi va 4-chi kunimi takror yuz berdi. Savdogar bu qitim eshakning qulluq qilayotganligini bilib qopti va savdoga ziyon solganligidan qattiq xafa bo'lib ketibdi. Bir necha kundan keyin savdogar eshigini haydab bulut setib olg'ili beribdi. Bulut nihoyatda cho'ng bo'lsa-mu, intayin yengil ekan. Daryoning o'ttirsig'i kelganida eshak yana qasdan yiqilibdi. Biroq bu qitim eshakni falokat besibdi. Bulut suvga chilishib, teximi eg'irlashib ketibdi. Eshakning dumbisi ko'tarolmay egilib ketibdi va barliq kuchi bilan ming bir tasda qirg'oqqa chiqibdi. Eshak o'zining ho'rligi sababidan jinidan ayrilg'ili tas qopdi va buningdan necha hassa eg'ir yukni elib uyga qaytishga majbur bo'ldi. O'rin eshak yukni jiq ko'tarar degan tamsil ana shuningdan qolgan ekan. Qadrli do'stlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Huyu Mani tarixchilik shirkati shundaqla Xinjiang izgil kino televiziya e'lonchilik shirkati birlashib ishlagan Xinjiang Aziz xalqaro so'chak shirkati xas qo'llagan Aziz Buvaq aql baxsi programmamizdagi bu sonimi oxirlashdi turyotdi. Vaqt biz bu sondan bir qisqacha xulosa chiqaraylik. Bizdeki birinci sayfimiz, yani biz keldik sayfasida natijasi ko'nalik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, seriq rang gruppasidan to'g'liq. Bizniki chivarqul sayfimizda bo'lsa-mu, ishpatsi alayda yaxshi bo'lgan do'stimiz yanada to'g'liq. Bizniki baslashayli sayfimizda eng ko'p majan o'tkazilgan do'stimiz bo'lsa, yanada seriq rang gruppasidan to'g'liq. Kim aqlliq sayfasida bo'lsa, ishpatsi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bizniki chiroyli singlimiz Gulnigar. Ishpatsi eng yaxshi bo'lgan 3 savolning hammasiga to'g'ri javob beraldi. Bizniki bil o'ynayli sayfasida ishpatsi yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizning qizil rang gruppasidan Alnigar va shunaqla Alnigarning ota-onasi. Shuning bilan bizniki eng haqiqiy natijamiz bo'lsa, seriq kiyimlar gruppasi, ya'ni seriq rang gruppasining natijasi ko'nalik yaxshi bo'lg'achqa, biz bu sonimizniki chempionligini to'g'liq berishni o'ylashdik. Muborak bo'lsin to'g'liq. Muborak bo'lsin.
Undaqda bizniki to'liqning ota-onasiga berilgan so'g'itimiz, ya'ni to'liqning apasiga berilgan so'g'itimiz bo'lsa, Şinjan O'sugul Grim buyumlari şirkati ta'minlagan bir yurish grim buyumlari qabul qiling. To'liqning dadasiga berilgan so'g'itimiz bo'lsa, Urumchi Guldiyar yemaklik zavodi ta'minlagan yurishlik sovg'atliq murabba qabul qiling. Muborak bo'lsin. To'liq bo'lsa, Şinjan Vallay xalqaro suvchak shirkati ta'minlagan isil sovg'a, ya'ni bilim xumar bilan mukofotlaymiz, qabul qiling. Eng muhim sovg'amiz bo'lsa, bizniki Aziz Buaq aql baxsi programmamizdagi chempion oltin medali to'liq sovg'amiz muborak bo'lsin. Yaraydi. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Tabriklaymiz. Vallah, bizning saytimiz, bizning programmamizdagi bunday keyingi sonlarga biz sizlarni yana qiziqlik bilan qarshi olamiz. Balalarımızın oxşarlıq biz üçün intayin mühim. Bizim programımızın jarayoni natijasidan ustun turdi. Bugungi mushu programmamizga qatnashib bergan barliq ota-onalarga ko'p rahmat, javob chekdinglar. Qizim shunday yaxshi tayyorlik qilgan, bugun sahnada yaxshi joriy qildira olmadi. Buningdan keyin texmi yaxshi natijalarga erishishiga ishonaman. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, Aziz Buaq aql baxsi programmamizdagi bu soni vaqt munosib bilan mushada oxirlashdi. Programımızın tıxımı özgüçe ve rangdar məzmunları kelasi alaq programımızda davamlı huzurunuzu buldu. Kelasi sonni ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.